Bugun navbatdagi qahramonimizning xonadonlariga kelganmiz. Ularga juda ham bir qiziq sovg'a olib kelganman. Bu kalish balkim bugungi kunda ko'pchilik uchun bir ahamiyatga ega emasdir. Balkim ahamiyatlidir, lekin bizning qahramonimizni hayot yo'llarida juda ham katta bir turtki bergan, juda ham bir katta motivatsiya bergan. Ular bilan ikkinchi marotaba intervyu qilishimiz, minglab insonlar intervyu qilishimizni iltimos qilib yozib qoldirishgan edi. Haqiqatan ham juda ham zo'r bo'lgan edi birinchi intervyumiz va 1 yil deganda ularni vaqtlarini topdik. Taxmin qilib yozib qoldiringlarchi, biz bugun kim bilan intervyu qildik? Taxminlaringizni kutamiz. Xudo xolasa tez kunlarda intervyumiz Intervyu TV YouTube kanaliga joylanadi. Hammangizga kattakon rahmat. Bu kalish topish ham qiziq bo'ldi. Borib eng kattasini so'rayapman-da bozordan. Bunaqa oyoq bormi O'zbekistonda deyapti-da, buni qarang. Juda ham katta, hozir ko'rinyaptimi yo'qmi? Juda ham katta kalish va to'g'risi bo'lmasa kerak bu kalish deb o'yladik, lekin bo'ldi. Shunaqa. Taxminlaringizni yozib qoldiringlar. Rahmat.